Neptun stadionimiz tomonda park joylashgan. 2:23 dan birinchi qavatdan uy qo'yib yuboriladi. Bu tomonda esa Shukrona kafe, hokimiyat yaqin. Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon Sayl obunachilari. Bugun sizlarga birinchi qavatdan 2 xonalik galerka domimizdan xonadonimizni qo'yib yuboramiz. Xonadonimiz 2:23 4-xonadon. Xonadonimiz remontlari tayyor, parketlar qilingan, bunaqa oynalar qilib qo'yishgan. Gilam, pardalari bor, hamma narsani qoldirishar ekanlar. Bu yoqda televizorlarimiz ham bor. Har bitta xonada televizorlari bor, ularni ham qoldirib ketishadi. Xonadonlarimiz balkonlari mayda-chuyda narsalarni olib ketishadi, katta-katta narsalar qoladi. Xonadonimiz narxini 355 millionga baraka qilishinglar mumkin, naqd ipotekaga. Xonadonimiz srochni sotiladi. Prixoshkalari, aboylar hamma narsa qilingan. Eshiklari hammasi almashgan, konditsionerlari bor. Bu tomonda kuxnyalari, mebellari bor. Bunaqa katta muzlatgichlari bor. Hamma narsa qoladi. Xonadonimiz ikkinchi xonasi, bu yoqda gilam, parda, mebellari qoladi. Bu tomonda ham televizorlari bor, ularni ham qoldirib ketishadi. Bunaqa katta shkaflari bor. Bemalol aloqaga chiqib, egalari bilan baraka qilishinglar mumkin. Hojatxonalari, bu yoqda sanuzellari ko'rishinglar mumkin. Steralkalarni ham tashlab ketishadi. Zarafshon Sayl obunachilari uchun 2 xonalik uyimizni 355 millionga birinchi qavatdan xarid qilishingiz mumkin.